Hammaga salom bolalar, sizlar bilan bo'lmish Samiko. Buni hozir tushuntirib beraman do'stlar. Kecha mer, ya'ni qishloq hokimi pul yig'ayotganda, ya'ni nalog so'rayotganda men uni to'lay olmadim va uyimni sotib qo'ydi. Shuning uchun men hozir ko'chada qolib ketdim. Mana hozir eshik ko'rishingiz mumkin. Eshiklarni ham hamma narsani chirib ketdi. Uyim o'sha bir haftadan beri uyim shunday turibdi. Nalog to'lay olmaganim uchun mer yaramas mer olib qo'ydi. Ana istagan narsalarim ham turibdi. Men hozir shunaqa joyda ko'chada yashayapman. Hozir $6 pulim bor. Mer esa menga 3 stak, ya'ni 2 stak menga pul olib kelsang, senga uyini qaytarib beraman deyapti. Ya'ni bu nalog olishdan ham juda qimmat. Men nima qilishni bilmayman. Shuning uchun har doimgidek bakalashka terib yuribman. Faqat o'zi bo'lmasa bakalashka terib katta bo'ladi, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Do'stlar, umuman ko'chaga musor tashamanglar. Buni yomon havoni ifloslantiradi. Mayli. Bu yerda tanga bor ekan. Tangani olib olamiz. Men hozir shularni sotib pul ishlayman do'stlar. Faqat kunim shunday o'tadi. Bu yerda ham boyaga tangalarni ko'rmabman. Do'stlar, oltin tanga bor ekan bu yerda. Kumush tanga. Uyimning oldida ham bor ekan tangalar. Yaramas qishloqlar hamma narsani tashlab ketaveradi. Bu yerda ham bakalashkalar bor ekan. Qishlog'imiz iflos bo'lib ketibdi juda do'stlar. Yaramas qishloqqa musor tashlama, kallang bormi? Mayli, bularni ham olamiz. Bu yerda bakalashkalarim bor ekan, mayli. Bu yerda tanga bor ekan. Bu tangalarni ham olamiz, bizga kerak bo'ladi. Ya'ni sotishga kerak bo'ladi va biz mana bu qishloqdan narsalarni sotaman. Salom qishloqqa. Salom Samiko, yaxshi ishlaganga o'xshaysan. Ha, shunday hazil. Bularni olamiz va bizga $8 bo'ldi va bakalashkalarni sotsak $24 pulimiz bo'ldi. Bakalashka bilan hammasi yarim stak. Buni ham sotib olsang bo'lardi-ku, mayli yetmadi. Do'stlar, o'zi $32 biz ishlab topdik. Telefonimni olib olaman. Bu yerda ham bakalashkalar do'stlar. Bakalashkalarni olib olamiz, bizga juda kerak bo'ladi. Bu yerda ham qishlog'imiz juda iflos bo'lib ketibdi do'stlar. Hamma joyda bakalashkalar yotibdi. Mayli. Bu yerda ham bor ekan. Do'stlar, bu yerda tangalar bor ekan. Tangalarni olib olamiz, bizga juda kerak bo'ladi. Do'stlar, shuncha hozirda o'zida videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bu yerda ham bor ekan do'stlar. Bu yerdagina kumush tanga. Bu yerda ham tanga bor ekan. Bu tangalarni ham olib olamiz, bizga juda kerak. Va yana butulka. Va bularni bu yerda ham tanga tashab ketishibdi. Nimaga bizni qishloqlar buncha parosatsiz? Parosati bormikan bulardi? Mayli, bu yerdagi tangalarni ham olamiz. Va bu tushib ketdi, bo'ldi, oldim. Bu yerda ham bor ekan-ku, boya ko'rmabman-ku. Mayli, va bu yerda ham bor ekan. Bu yerda ham bularni ham olib olamiz. Yaramas mer uyni olib qo'ygan. Bitta nalog deb. Mayli, bu yerda ham bor ekan. Yaramas qishloqqa musor tashlama, parosating bormi? Sen nega tashlading bu yerga? Musor tashlasang bo'ladi-ku, mayli. Bu yerda yana keldim sotuvchi, bu yerda. Bu yerda ancha ishlab qo'ydik menimcha do'stlar. Va bizda do'stlar 1 stakdan oshiq pulimiz bo'ldi. Yana bizga 1 stak pul bo'lsa yaxshi bo'lardi. Shu bilan uyimizdan olib olardik merdan. Mayli. Biz hozir yana ishlashimiz kerak. Nega hech qayerda qolmadimmi? Men qanday yashayman endi? Hech qayerda narsa qolmadimi? Mayli, bu pullarni sotib olamiz. Yana qo'yib qo'yamiz sandiqqa. Telefonimiz. Aytgancha biz konda ishlashakchi, anaqa, ya'ni merga ko'proq temir kerak. U temirlarni saqlaydi. Uning boyligi temir, u ko'proq temirlarni yoqtiradi. Shuning uchun unga temir olib borsak, pul bilan berar, balkim bizga yaxshi muomalada berar uyda.
Bu yerdan chiroqni olib kelishim kerak do'stlar. Bu yer juda qorong'u. Ha mayli. Mana chirog'imni oldim. Endi boramiz. Qorong'uda g'orga tushish bu o'lim bilan baravar, monsterlar bo'ladi. Va tushdik. Ichkariga kirmaymiz. Mana bu yerda ko'mirlarni olib olamiz. Temirni eritishga kerak bo'ladi. Chunki hozir temir kovlaymiz. Va bularni ham olib olamiz. Yaxshi. Bularni ham olamiz. Hammasi 15 ta ko'mir chiqdi. Bu yerda monsterlar bo'lishi mumkin. Do'stlar, mana bu yerda temir bor ekan, bularni olamiz. Va bizda nechta temir bo'ladi va 3 dona temir bo'ldi, do'stlar. Yaxshi. Bu yerda monsterlar bo'lishi mumkin, ichkariga kirmaymiz, do'stlar. Mayli, biz ketdik. Normalniy zo'r ishladik, do'stlar. Endi bularni eritish kerak, ya'ni pechka bilan. Aytgancha bizda pechka yetmaydi. Pechka uchun 8 tosh kerak, bizda 3 ta tosh. Mayli, yana kovlaymiz. Va bu yerdan kovlaymiz. Va 8 ta bo'ldi va bu yerdan ketsak ham bo'ladi. Bu yerda baklashka bor ekan, mayli. Va bulardan endi har doimdek pechka yasaymiz. Yo'q, bizga bitta crafting table kerak, do'stlar. Ya'ni versak kerak, versak yasab olamiz. Nahotki shunchadan beri versaksiz yashayapman. Ha mayli. Nimaga sinmayapti bu? Bo'ldi, sindi, do'stlar. Endi bularni yog'ochga aylantirib, endi biz versak yasaymiz, versakda yasaymiz. Bo'ldi, versak tayyor. Endi buni shu yerga qo'yamiz. Endi bizga temirni yeritish uchun bizga pechka kerak bo'ladi. Pechkani ham yasaymiz. Va buni sindirib, mana bu yerga qo'yamiz. Va bu yerga ana. Zo'r bo'ldi. Endi buni yeritamiz, do'stlar. Do'stlar, shu joyda videoga like bosib kanalga buni qo'yinglar. Temirimiz eriyapti va hozir kutamiz. Do'stlar, balki shu temirlar bilan pullarni bersam, menga berib yuborar uyimni. Va mana temirim, do'stlar, o'sha bittasi pishdi. Va buni olamiz. Va yana bittasi tayyor bo'ldi. Va hozir ko'ramiz va uchinchisi ham tayyor bo'ldi. Endi buni merga berish kerak. Merga bersak, mer bizga uyimizni bersa kerak. Do'stlar, bularni merga beramiz. Endi men yana ozgina pul ishlashim kerak, chunki pullarim kam qolgan. O'zimning ro'zg'orimga ham balki uyimni bermasligim mumkin. Shuning uchun ro'zg'or uchun pullar ishlash kerak. Endi qayerda baklashkalar bor, tangalar? Menga pul kerak, do'stlar. Va mana bu yerda ham borib ko'ramiz. Bu yerda nima bor? Voy Samiko, Qishloqqa chaqirganday bo'ldingmi? agar shu tomorqamni tozalab bersang, senga pul beraman. Mayli, qishloqni tozalab tashlaymiz. Agar do'stlar, bu tozalasak bizga pul berar ekan. Mayli, tozalayman. Va tayyor, endi ekish kerak, xolos. Yaxshi. Do'stlar, allaqachon biz qilib bo'ldik, tomorqasini tozalab bo'ldik. Endi pulni berasanmi qishloqqa? Va menga pulim ber. Men sening puling. Rahmat qishloqqa, bu kam emasmi? Mayli, yetadi, mayli. Yaxshi, do'stlar, 8 dollar berdi. Bu mayli bo'ladi. Muhimi, pulimiz qancha bo'ldi va pulimiz 64 dollar 16 dollar bo'ldi. Ya'ni 1,5 stakka juda ozgina qoldi. Yarim stakni yarimi bo'ldi. Va bu yerda baklashkalar bor ekan, do'stlar, bularni ham olib olamiz. Yaxshi. Bu yerda ham bor ekan. Keyin bularni sotamiz, do'stlar. Va sotuvchiga keldik. Sotuvchi yana men narsa olib keldim. Ya'ni butulka va bularga necha dollar berasan? 12 dollar berding. Mayli, yaxshi. Do'stlar, 12 dollar ishlab topdik. Baklashkalardan yana bularni endi pullarimizga qo'shib qo'yamiz. Va do'stlar, bizga 1,5 stakka juda ozgina qoldi.
bir staku $28 pulimiz bo'ldi do'stlar. Endi merga pullarimizni bersak, mer bizga uyimizni qaytarib berar. Mayli, endi merning oldiga boramiz. Qani, merning uyi shu do'stlar. Qani Assalomu alaykum mer. Men sizga pul olib keldim. Uyimni Alaykum berasizmi? assalom Samiko. Ha mayli, uyingni beraman senga. Mayli, rahmat. Mana do'stlar, ko'rib turganingizdek men uyimni oldim. Mer uyimni tozalab berdi o'zi uyimni ochib berdi va hamma narsalarim turibdi ko'rganingizdek. Men qishloqqa. Men boyman. O'zingga ham olmoslik kostyum olib olasan. Do'stlar, men boyib ketdim. Ha. Meni bo'lmish deganlar uchun men endi boyib ketdim. Endi men shu qishloqni sotib olaman va bundan ham shaharlarni ham sotib olaman buncha pulga do'stlar. Do'stlar, shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Hammaga xayr.